Salom do'stlar. Sizlar bilan men Adil Safar. Xo'sh do'stlar, bu videoligimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinidagi sizga tangalar yetishmayotgan bo'lsa, yangi futbolchi olmoqchi bo'lsangiz yoki stadionni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun sizlarga Adil Skermotada tangalarni tez yig'ishning 5 ta eng oson usulini aytib va ko'rsatib o'taman va eng muhimi, oxiridagi usul tangalarni ancha va samarali yig'ishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, agar videomiz boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bizda Telegram kanalimiz ham bor, unga ham obuna bo'lib qo'ying. U yerda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va dala saqlagan yangiliklarni bemalol ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda videomizni boshladik. Xo'sh, biz 5 ta usuli bor. Shu 5 tani hozir biz birinchisidan boshlaymiz. Birinchi usul juda oddiy. Match o'yini o'ynash. Mana bu yerda Global Challenge kabi o'yinlarni o'ynash. Mana shu career o'yini bor, ya'ni karyera degani. Mana shu o'yinlarni ko'pchilik faqat g'alaba uchun o'ynaydi, lekin dilisida o'yin davomida oladigan mukofotlaringizni ham hisobga olish kerak. Shuning uchun imkon qadar ko'proq match o'ynanglar do'stlar. Ayniqsa agar jamoangiz kuchli bo'lsa, o'yinlarni tezroq tugatib, ketma-ket bir necha marta match o'ynash mumkin do'stlar. Va do'stlar, mana shu yerda ko'proq pul olasiz. Masalan, agar sizning stadioningiz full bo'lgan bo'lsa, mana bu yerda siz bu yerda ko'proq pul olasiz. Mana bu yerda bonus deb qo'ygan joy bor do'stlar. Men full bo'lgandan keyin 92632 ta capacity bo'ladi. Mana bu yerda esa 52 ta bonus beradi, tanga beradi. U yerdan keyin siz mana bu Global Challenge kaplar keladi, undan keyin Jahon chempionati keladi. Hali ko'p narsa bo'lib, sizga tanga ko'proq beriladi. Shu 100 ta berilsa yo 102 talab tanga berilsa, bonusida 100 ta yoki 102 ta beriladi do'stlar. Shundan ham olish mumkin. Va eng muhimi shuning uchun bir qoida: ko'proq match, ko'proq mukofot degani. Ko'proq o'yin, ko'proq tanga. Xo'sh, bo'lmasa endi ikkinchi usulimizga o'tadigan bo'lsak, daily rewards'ni o'tkazib yubormaslik. Ya'ni bu yerda mana bu joy bor. Mana daily deb qo'ygan mana bu joyda. Mana shu yerda ko'proq rewardlar beradi. Sizlarga masalan Dala 26 ga endi kirganingizda yoki 4 ta 5 ta match o'ynab bo'lgandan keyin mana bu yerda sizga 10 tagina tanga beradi yoki mana bu yerda 10 ta tanga bilan 20 ta sezon pass yoki 52 ta tanga bilan 20 ta sezon pass yo 5 ta 20 ta sezon pass beriladi. Bu yerni hamma bilsa kerak do'stlar. Bu yerni o'tkazib yubormaslik kerak. Bu ham sizga jamoangizga kam bo'lsa, 1% bo'lsa ham yordam berib foydasi tegadi. Va bu yerda haftalik ko'targan bo'lsak, ya'ni weekly bu 50 ta tanga bilan 200 ta dream point, 120 ta tanga bilan 200 ta dream point va eng ko'pi 185 ta bilan 200 ta dream point. Bu ham dream pointga ham tangaga ham foyda beradi do'stlar. Va dream point va keyin legendarniy fiziko bu jamoangizdagi 2 ta yoki 3 ta jarohatlangan futbolchilar bo'lgan bo'lsa, ularni tuzatishga yordam beradi. Xo'sh, bo'lmasa endi ikkinchi usuli shu daily rewards'ni o'tkazib yubormaslik kerak edi. Shuni endi uchinchi usulga o'tamiz do'stlar. Uchinchi usul reklama orqali bonuslarni olish. Mana bu yerda hozir free coins bor do'stlar. Men shu free coins ustini bosaman va montajyorni qirib tashlayman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, men hozir free coinsni bosdim va 31 sekund video ko'rilgandan so'ng tangam ozmuncha bo'lsa ham ko'paydi, 30 ta bonus qo'shildi. Buni endi jamoangizga foydasi ham tegib qoladi. Bu yerda daily rewards, ya'ni weekly, ya'ni haftalik, mana shular bilan jami 30 ta shu tangalar berilsa ham sizga ko'pgina foydasi tegishi mumkin. Masalan, siz birorta bir futbolchini qulfladingiz va unga 10 ta yoki 30 ta tanga yetishmayapti. Mana shu yerda sizga bonuslar va daily rewardslarni foydasi tegadi. Shuning uchun ularni o'tkazib yubormaslik kerak. Xo'sh do'stlar, endi Dala 26 da ayrim mukofotlar reklama ko'rish orqali beriladi. Masalan, mana shu tugada mukofot chiqadi do'stlar va bu yerda dream point ham olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda qanday olish mumkin? Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, ssenariy o'yinlari keladi. Mana bu yerda free, ya'ni tekin joyini bosasiz va agar bu o'yin sizga to'g'ri kelmasa, agar tangasi sizga kam beriladigan bo'lsa, siz ko'proq tanga xohlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni re-rollni bosasiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, o'shani ustini bosganingizdan keyin sizga boshqacharoq, ya'ni 125 ta yoki 100 ta yoki 85 talar ham keladi. Buni ustini yutganingizdan keyin shuning uchun ssenariy o'yinlarini ham o'ynash kerak do'stlar. Mana shu yerda sizga ham daily rewardslarning ham foydasi tegadi.
Va endi lekin bitta maslahat, reklamani faqat o'yinning o'zida rasmiy ravishda taklif qilinadigan bonuslar uchun ishlatish kerak. Shubhali saytlar yoki cheksiz tanga beramiz degan dasturlarga ishonmaslik kerak. Chunki hisobingizni havosiga qo'yishi mumkin. Endi ikkinchisiga keldik. Ikkinchi usul missiyalarni bajarish. Va bu usul menga juda yoqadi, chunki siz shunchaki o'ynab yurmasdan aniq vazifa uchun ham mukofot olasiz. Masalan, ma'lum miqdorda match o'ynash, g'alaba qozonish, gol urish yoki boshqa topshiriqlar. Shuning uchun o'yinni boshlashdan oldin missiyalar bo'limiga kirib, qaysi vazifalar borligini tekshirib olish kerak. Keyin match davomida shu vazifalarni bajarishga harakat qilish. Shunda bitta o'yinning o'zida ham match mukofotini ham missiya uchun beriladigan mukofotni ham olish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shulardan ko'proq tanga olsa bo'ladi. Mana shu usul bilan oddiy o'yinni ham foydaliroq qilish mumkin bo'ladi. Endi birinchi usulga keldik do'stlar. Biz hozir ikkinchi usulni tugatib bo'ldik. Endi birinchi usulimiz bonuslardan maksimal foydalanish. Eng muhim usul DLS-dagi mavjud bonus va mukofot imkoniyatlaridan maksimal foydalanish. Ya'ni shunchaki match o'ynab chiqib ketmaslik, matchdan, ya'ni o'yin o'ynashdan mana shuni oldin va keyin daily rewards'ni tekshirish. Missiyalarni ko'rish, mavjud bonuslarni olish, match mukofotlarini yig'ish. Ya'ni bu yerda tangalarni bonus, ya'ni 31 sekund videoni ko'rib tanga olish, mana bu yerdagi challenges bo'limiga kirib, kunlik, haftalik mana shu Dream League Live mana shularning hammasini ko'rib tekshirish kerak deyapman. Masalan, bugun men daily reward, missiya, match, bonus ketma-ketligida ishlayman. Shu tartibda o'ynasangiz tangalarni yig'ish ancha tartibli bo'ladi. Shular bilan siz tangalarni ko'proq olishingiz mumkin bo'ladi. Tangalarimiz ham mana hozir men qancha ishlatgan bo'lsam 2498 ta bo'ldi endi. Shu mana bundan 1 soatlar oldin adashmasam 1100 ta edi. Shunday ishlab boryapman. Mana 2498 ta bo'ldi. Endi bonus maslahatiga keladigan bo'lsak, do'stlar, yana bitta bonus maslahat bu. Agar siz yangi futbolchi olmoqchi bo'lsangiz, tangalarni darrov sarflab yubormang. Avval jamoangizga haqiqatan ham kerak bo'lgan pozitsiyani tanlang, keyin kerakli futbolchiga pul yig'ing. Shunday tangalaringiz behuda ketmaydi. Ya'ni o'zingizning pozitsiyangiz deganda bu yerda nazarda tutilyapti. Yarim himoyangiz juda kuchli bo'lsa, hujumchilaringiz juda past reytingli, ya'ni jamoaga foyda keltira olmaydigan darajada past bo'lishi mumkin. Shuning uchun himoya kuchsiz bo'lsa, himoyani, yarim himoya kuchsiz bo'lsa, yarim himoyani, hujum kuchsiz bo'lsa, hujumni kuchaytirish ko'proq muhim bo'ladi do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa do'stlar, endi bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Va shularni men aytgan 5 ta usulni bajarsangiz hammasi tangangiz albatta tartibli va ko'proq kuchayadi va tangalaringiz ham ko'proq ko'paytiradi. Men o'zim mana shulardan maksimal 22 mingta tanga yig'ganman. 22 mingta tanga yig'ib, 21 mingtasini Promoy stadionni kuchaytirishga ishlatib yuborganman do'stlar. Bu maqtanish emas, lekin bu shunchaki aytish. Siz ham mana shu 5 ta usulni qilsangiz, aniq foyda berishini kafolatlayman. Xo'sh do'stlar, bu videolarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video mavzusini kommentariyada yozib qoldiring. Men shulardan yozgan mavzuyingizni iloji boricha shu ma'lumot to'plab video qilishga harakat qilaman. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.